Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xitoyning Xanzhou shahrida halol oshxonaga ovqatlanishga kelganda o'zbek ukalarimizni ko'rdik. Xitoy hayoti haqida, universitet haqida qisqacha fikrlarini eshitamiz. O'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum. Men otim G'ulomov Jamshid, Navoiy shahridanman. Xitoy kelganimga 2 haftadan oshgan bo'lsa kerak. 2 hafta davomida universitetda hayotga hali ham ko'nikish davomidaman. Bu yerga kelgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir culture shock bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani siz umuman boshqa muhitga tushganingizdan keyin, umuman boshqa kulturaga kelganingizdan keyin unga ham moslashish to'g'ri keladi. Masalan, oddiy misol sifatida aytishim mumkinki, masalan, universitet kattaligi. Men O'zbekistondagi bironta universitet hali ko'rmagan ekanman. Bir burchakdan ikkinchi burchagigacha 2 kilometrlab joy bosib o'tish kerakligini bironta hali O'zbekiston universitetida ko'rmagan ekanman. 2 kilometr. Undan ham ko'p bo'lsa, meni o'zimni kampusimdan eshikkacha bo'lgan joy 2 kilometr. Zo'r. Universitet kampusi juda katta, uni bir shahar desa ham bo'ladi. O'zingiz ko'rib turganingizdek, bitta choyxona, bu yoqda magazinlar bor, kiyim olishga. Men apsixha ham ko'rgandim. Bu yerdan chiqmasam ham hayot kechirsa bo'ladi degani, lekin Halol hamma narsa bor. halol o'zining oshxonasi ham bor. Zo'r. Tavsiya qilasizmi Xitoyda o'qishni? Ha, albatta. Shahar juda ham go'zal, ayniqsa Chixo ko'li. U yoqqa ham borishga sizga taklif qilaman. Asosan bu Xanzhou shahri o'zining parklari bilan maqtanadi. Menga Jason degan xitoylik aytgan gapidek, above is the heaven and here is the Hangzhou. Ya'ni tepada jannat bo'lsa, yerda Xanzhou shahri. Zo'r, rahmat fikrlaringiz uchun. Uka, siz ham o'zingizni tanishtirsangiz? Men Namangandan keldim. Ismim Ilyosbek. Kelganimga 15 kun bo'lgani bilan bu yerda har xil millat insonlarni ko'ryapman. IELTS bilan kelganmisizlar sizlar? IELTS bilan kelganmiz. Necha IELTS bilan kelgansiz? 6, 7. Zo'r. Grant bilan kelganmisizlar, kontrakt? Grant bilan. 100% grant. Ha, 1 yil. O'fshitaga ham to'laysizlarmi yoki o'fshitadan O'fshitaga ham to'laymiz. o'fshitaga qancha to'laysizlar? 3500 yuan. Dollarga 500 dollar. 1 yilga. O'qish grant, o'fshitaga 1 yilga 500 dollar to'laysiz. Zo'r. Xitoyda o'qishga kelishni tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Qiyinchilik bo'lmadimi? Qiyinchilik bo'ladi hamma joyda baribir. Endi sekin-sekin Masalan, nima qiyinchilik bo'ldi sizlarda? tilini o'rganish kerak. Xitoy tilini o'rganishda. Xitoy tilini o'rganish kerak. Ko'chada chunki ingliz tilini kamdan kam ishlatishadi, faqat xitoy tilida gaplashishadi. Dars qanaqa tilda bo'ladi? Dars ingliz tilida bo'ladi. Dars asosi ingliz tilida. Xitoy tili demak ko'chada yurish uchun kerak. Ko'chada Darslaringiz ingliz tilida. Shunaqa. Kampusi, havosi, men ko'ryapmiz, tog'li zona, как sanatoriya. Tabiat ham chiroyli, havosi ham toza, sinf tomonlama ham yaxshi. Maktabni shu yil tugatganmisiz? Yo, o'tgan yil bitirganman. O'tgan yil tugatgansiz. O'zbekistonda kirmay Xitoyga o'qishga qaror qilgansiz. Shunaqa. O'qishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz uka. Rahmat.